Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolisa bugun darsimizda sizlar bilan birgalikda After Effects programmasini o'zida xuddi shunaqa dinamik animatsiya qilishni o'rganamiz. E'tibor beradigan bo'lsanglar, bu yerda birinchi o'rinda biza qilishimiz kerak bo'ladigan narsa tracking bo'limi bizga kerak bo'ladi. Agar tracking qilmasak, mana bu obyektni botga qo'yib olmaymiz. Keyin esa tracking qilib bo'lganimizdan keyin Sketchfab saytidan mana shuni 3D modelini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin bu yog'i esa Pony After o'zida animatsiyalarimiz boshlanib ketadi. Demak, tracking bo'limidan track kamerani bosamiz va bu yerdan mana buni bosib qo'ysak, o'sha trackingni detallarigacha, kichik detallarigacha bizga tracking qilib beradi. Demak, bizda tracking bo'ldi. Mana buni bosib qo'yganimizda trackinglarimiz ko'rinadi. Mana zo'r oldi. Kichkina ko'rayotgan bo'lsangiz, detallarigacha bizga tracking qilib berdi. Demak, endi bizga mana shu hudud kerak. Belgilab olib, mishkani o'ng tomonini bosgan holatda Solid and Camera ochib olamiz. Ya'ni bizga kamera va yangi Solid ochib beradi. Mana endi ko'radigan bo'lsak, bitta tekshirib olamiz. Tracking yaxshi tushadimi yoki yo'qmi? Tracking juda ham zo'r tushadi, chunki o'zi mana bu somon ham bizga juda ham yordam beradi. Xo'p, endi keyingi bo'limda biza o'zimiz kerak bo'lgan obyektlarni tashlab olishimiz kerak bo'ladi. O'z Sketchfab saytiga kiradigan bo'lsak, mana Sketchfab saytidan o'sha narsani qidirib, uni GLB formatini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana va yuklab olganman уже. Bu narsani ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol yuklab olib ishlatishingiz mumkin. Buni olamiz va tashlaymiz. Tashlagandan keyin, xo'p, okey. Mana hosil bo'ladi bizda. Mana уже tushdi. Scale bilan ozgina kichraytirib qo'yib, rotation'ni ozgina burib qo'yamiz. Demak, burdik. Taxminan shunday tursin. To'g'risini aytsam, mana bu narsa Blenderda qilingan buni. Sizlarga xuddi shuni xudo xolisa After programmasini o'zida birgalikda qilamiz nasib. Endi animatsiyani ko'radigan bo'lsak, mana o'sha nuqtada turibdi. 3D tashladim, o'sha nuqtada turibdi. Faqatgina endi birga bir turish uchun mana buni positionini anaqasini, lokatsiyasini copy qilib, buni positioniga tashlab olsak, bizda birga bir mana shu yerda qanday turgan bo'lsa, mana bu peshixotimiz ham o'sha yerda turadi. Demak, endi Solid bizga kerak emas, shunchaki ko'zini o'chirib turamiz va buni scale'ini o'zini sal kattalashtirib qo'yamiz. Mana ko'radigan bo'lsak, bizda tracking bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz уже animatsiya desam ham bo'ladi-yu, lekin animatsiya emas, bizda hozir paper qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni qog'ozlarimizni, bizda masalan 2 xil qog'oz bor deylik. Birinchi qog'ozimiz buni 3D layerni yoqaman ishlash uchun. Mana 3D layer yoqildi. Yana mana buni positionini copy qilib bunga tashlayman. Mana bitta nuqtaga o'tdi. Mana bu nuqtaga o'tdi. Sal oldinroq chiqsin. Rotation'ni ozgina burib qo'yamiz. Ana endi biz tepadan mana bunaqasiga animatsiya qilishimiz mumkin. Chunki mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu joydan peshixot tomon animatsiya berganman. Mana taq qilib effektlar bilan animatsiya berganman. Xo'p. Demak, mana shu paperlarimizni har xil bo'limlarga qo'yib chiqamiz. Full bosak. Demak, tepada tursin. Ctrl D qilaman deb, pastda tursin deyman. Sal o'zgartirib qo'yaman. Ya'ni bir xil bo'lib qolmasin deb. Yana anaqa qilib, yana scale'ni o'zgartirib qo'yaylik. Bu uzunchoq bo'lsin. Va qilamiz. Yana Ctrl D qilaman. E'tibor beradigan narsalar, ya'ni mana bu nuqtadan bundoq burmasligingiz kerak. Yashil, ko'k chiziqlardan bursanglar, sizlarda lokatsiyalari uncha o'zgarib ketib qolmaydi. Ya'ni oldinga orqaga surilib ketib qolmaydi. Hop, yana bitta yetadi bizga. Ctrl D qilib scale'ni ozgina kichraytirib qo'yaman deb. Keyin bu tarafga biz olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sal kattalashtiraylik. Bo'ladi. Demak, mana shu narsalarni biz animatsiya qilishimiz kerak. Undan oldin bu narsani enter pointida pastda bo'lishi kerak. Ya'ni pastda bo'lgandan keyin mana bu orqaga taq uriladi. Endi urilgandan keyin e'tibor beradigan narsamiz mana urilyapti va urilgandan keyin уже yopishib qo'yadi qog'ozlarimiz. Ya'ni bu bilan mana peshixotimiz bilan bir xil orqaga harakat qilyapti. O'sha narsalarni
orqaga harakatlantirishimiz kerak. Buning uchun bu narsalar hammasini mana bu anaqamizga, peshobxotimizga parentlik qilib qo'yadigan bo'lsak, bemalol ishlaydi. Mana endi aylantirsak, mana bemalol borib keladi. Endi animatsiya qiladigan joyimizda, masalan deylik, mana shu nuqtalardan animatsiya qildik. Mana shu nuqtalardan qolgan joyi kerak emas. Vaqt ketadi shunchaki. Demak, mana shu nuqtada bizning paperlarimiz animatsiya bo'lishni boshlaydi. Mana. Hop, kesib tashladim prosta, ya'ni buni olib kelib oldik. Mana bu narsalarni shunchaki alt bilan turbacha qavsi bosadigan bo'lsa kesib tashlaydi. Positionni o'zini bosish uchun P harfini bossak ochiladi. Keyframe beramiz. Demak, shu nuqtada keyframe berildi. Taxminan bu nuqtada mana shu holatga keladi. Boshlang'ich keyframe desa, hammasi nima bo'ladi? Oldinda harakat qiladi. Mana. Endi animatsiyani ko'radigan bo'lsak, bizda bunaqa sekin bo'lyapti, to'g'rimi? Bu narsani endi biz grafik bilan o'ynashimiz kerak. Hammasini belgilab turib, F9 bosamiz va F9 ni bosganimizdan keyin grafikga e'tibor beramiz. Ya'ni boshida oxirida, короче, tez nuqtasiga yetish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bundoq qilamiz. Ya'ni boshida sekin boshlanib, keyin oxirida taq qilib tez urishimiz kerak. Agarda buni masalan mana qilib qo'yadigan bo'lsak, bizda bo'lmaydi. Ya'ni boshida tez bo'ladi-da, aynan mana bu nuqtaga borganda sekin boradi. Mana ko'rasizlar, sekin boradi. Yo'q, bizga bundoq qilib oxirida tez bo'lish kerak. Shundan taq. Faqatgina bitta muammo, bu narsani yana ham uzoqlashtirib, bu narsani oralig'ini yaqinlashtiramiz. Mana. Yana ozgina yaqinlashtiramiz. Motion blur yoqib qo'ysak, bizda ishlamaydi, chunki bizda o'sha mana GLB format olib kirdikmi, bizda mana bu Advanced 3D ga o'tib boradi. Advanced 3D da bilamizki, motion blurlarimiz ishlamaydi. Xo'p, endi ketma-ketlikda bitta keyframe surib qo'yamiz. Ketdi. Ko'rasizlar, tushdi o'sha. Tushdi. Endi urilayotgan jarayonda mana bu joyda urilayotgan ekan. Urilayotgan jarayonda mana bu rotationni mana bu orqaga ketadi. Mana shuni o'ziga keyframe beraman-da. Mana shu nuqtada bitta orqaga ketadi. Tirs sal oldinroq qaytadi. Tirs yana orqaga ketib, Ctrl S qildim. Boshlang'ich nuqtada yana mana o'zining holatiga qaytadi mana. O't mana. Ko'rasizlar? O'zi mana bu orqaga urilyapti yana o'z nuqtasiga qaytyapti. Yoki mana F9 bosib qo'ysak oxiriga zo'roq qilib qo'yaylik. To'xtaq. So'ndaroq. Bo'ladi. Endi bunga biz qo'shimcha effektlar bilan boyitishimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha effektlarda bizda anaqamiz bor edi, smokelarimiz bor. Masalan, shu smokedan olib kirib, bu yoqqa olib kiramiz. Mana bu yerda smokeimiz ko'rinmaydi. Mana ko'rinmayapti. Bu yoqda ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, hozir ko'rsataman. Smokeimiz ko'rinmagan, xos. Mana. Bu yerda hozir ko'rinmayapti-ku, to'g'rimi? Qaranglar. Ya'ni smoke, oq smoke, lekin bu jarayonni ko'rmayapti, chunki orqa fonimiz ham oq. Shuning uchun buni yechimini qilib, men mana bu bo'limdan difference qilib qo'yganman. Demak, u nuqtada ham biz difference qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda 3D layer yoqamiz va xuddi shu nuqtaga olib kelish uchun bularni positionini, buni emas, bular animatsiya berilgan ekan. Buni positionini olib bu yoqqa tashlab yuboramiz va mana bu nuqtaga keldi. Rotationni ozgina burib qo'yamiz. Scale'ni kattalashtirib, oldiga olib chiqamiz. Mana bu bo'limdan qani made. Yana bitta muammo bizda bu klassik 3D bo'lib turadigan bo'lsa, sheklarimiz ishlamaydi. Chunki sheklarimiz tutun ishlamaydi, difference qilib bo'lmaydi. Chunki Advanced 3D ning yana bitta muammosi ishlamaydi unda. Klassik 3D bo'lib turgan uchun bu yerda ishlayapti. Qanaqa qilib klassik 3D ga o'tkazib yuboramiz? Agar mana klassik o'tkazadigan bo'lsam buni, bizda mana bu animatsiyalarimiz, ya'ni 3D modellarimiz ko'rinmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Mana shu narsalarni o'zini olib, kamerani, paperlarni hammasini olib bitta kompozitsiya qilamiz. Tirs. Mana bitta kompozitsiya bo'ldi. O'zgarishsiz. Endi buni 3D, ya'ni klassik 3D ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, mana sheklarimizni mana bu made bo'limi ko'rinadi. Endi biz buni bemalol difference qilib qo'yishimiz mumkin. Mana. Ko'rasizlar? Faqat opacity-sini sal pasaytirib qo'yamiz. Qaysi nuqtada
mana bu nuqtada urilayotgan ekan. Shu nuqtada chiqadi. Ctrl-D qilib, hop mana. Ctrl-D qilib, sal bu yoqqa olib qo'ydim. Uni ham scale sal kichraytirib qo'yay. Bir xil bo'lmasin. Ketdi. Ko'rasizlar? Ya'ni bizda ichkarida mana bu animatsiyamizda advanced turaveradi. Kompozitsiya qilib oldim. Tashqarida o'chirib turaylik. Tashqarida bizda nima bo'ladi? Classic 3D bo'lib turadi. O'shanda bemalol bizda effektlarimiz ishlaydi. Endi mana bu tegi motion blur yoqish uchun esa mana bitta motion blurlarimiz yo'q-ku. Umumiy adjust layerni tashlab eng tepasiga pixel motion blur bera olishimiz mumkin. Mana pixel motion blur beradigan bo'lsak, mana bitta animatsiyalarimizni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, motion blurlik bo'lib qoldi. Xuddi shu jarayonda ko'ramiz yana bitta. Sal menimcha pasaytirish kerak. Xo'sh. Fullda qotyapti, chunki JLB ishlatdik, effektlar ishlatamiz. No, sal 24 qilaylik. Bo'ladi. Pixel motion blur bizda juda ham qotiradi. Shuning uchun hozircha o'chirib turaman. Adjust layer ochamiz. Va bizda C shake effekti bor. Shake effekti bor. Buni ya'ni xuddiki e'tibor bersanglar mana bu yerda urilayotganda bizda shake bot. Umumiy ekran shake bot. Xuddi shu shake'ga ishlatish uchun yordam beradi. Demak, buni 0.5 qilaylik. Buni esa bir 5 qilamizda. Qaysi nuqtada? Demak, bu nuqtada boshlamoqda. Bunga keyframe beraman. Mana keyframe berildi. Kesib tashlaymiz. Bu nuqtada uje yana bitta keyframe bor. Boshlang'ich nuqtadan 0 ketdi shake bo'lyapti. Bu nuqtada qaytyapti. Mana. Ko'rasizlar? Shake bo'lyapti. Faqatgina mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu qismi ochilib ketyapti. Ko'rasizlar? Mana urilayotganda shake urilayotganda umumiy mana bu narsani, umumiy mana bu videoni buryapti. Shu sababli umumiy qismda bo'shliq paydo bo'lib qoldi chetlarda. Shuning uchun buni yo'qotib yuborish uchun yana bitta adjust layer ochib biz ozgina kattalashtirib olishimiz mumkin yoki-da motion tile qo'shib olishimiz mumkin. Hozircha kattalashtirib olaylik, shunchaki pozitsiyani bunday olib qo'yib, mana endi bizda kattaroq bo'lishi kerak. Mana bilinmadi ham. Mana boryapti, tas urilyapti. Ko'rdinglar? Ana endi yana bitta qismlardan biri bu bizda rang. Ya'ni endi bu narsani mana bu yashil tarafini men bemalol Blender programmasida sarf qilib yuborganman, bemalol fonga moslashtirib yuborganman. Endi bu yerda sal qiyinroq. Qanaqa qilamiz? Maska bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni maska bilan ishlaganda Ctrl-D qilaman va mana bu qismini o'zini belgilab olgan holatda mana shu qismini o'zini turish kerak bizda. Lumetri color beramiz. Lumetri color berganimizda bu tigi temperaturani sal oshiramiz. Mana oshyapti va mana bitta maska bo'limini ochib yoki ikkita M harfini bosadigan bo'lsak ochiladi. Mana buni sal fizerini ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak bilinmaydi. Agarda biz bu yerda fizerini umuman qilmaydigan bo'lsak, mana ko'radigan bo'lsanglar bilinib qolyapti. Buni ko'paytiramiz va bitta umumiy fonni ko'ramiz. Ancha bilinib qolibdi. Xo'p, chunki orqa tarafida ham bor-da. Buni belgilab turib, eskisini mana bu qismini olib tashlaymiz. Invert qilib qo'ysak, uncha bilinmaydi mana o'ylashim bo'yicha, bilinib bag'riga ham. Shuning uchun bu yerda yana temperatura bilan ishlashimiz kerak. Saturation ozgina pasaytiraylik, saturation ozgina. Umumiy o'tlarni ham uddalatib tashlagandim, adashmasam. Blender programmasida mana ko'radigan bo'lsangiz kam bu yerda ko'p uddalatib tashlaganman. Xo'p, endi qiladigan ishimiz bizda nima? Bizda endi soyasi bilan o'ynash. Ya'ni videomizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, soya bu yoqqa qarab turibdi va bu yerda biz plugin orqali chiqib ketishimiz mumkin. Ya'ni shadow plugini bor. Bu plugin yoki ruchdan chiqib ketsa ham bo'ladi bu yerda. Shadow plugin orqali chiqib turaylik. Ya'ni bu yerdan e'tibor beradigan bo'lsangiz, odam soyasi bu yoqqa qarab chiqyapti. Demak,
biz ham uni o'sha tarafga surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Qilamiz ozgina и softnessni ko'paytirib, mana buni ham sal kamaytirgan holatda opacity-ni ham sal kamaytirib qo'yamiz. Mana soy tushyapti. И ko'ramiz bitta. Bu yerda mana anaqasi bilan o'ynashimiz kerak. Hali nima edi? Keyframe'lari bilan shunday o'xshaydi. Masalan, bunga keyframe beraman deb, bu nuqtalarda qaysi edi? Bu videomizga bog'lamiz, keyframe'larni to'g'rilab qo'yamiz. Ketdi. Men hozir maskani ichidan berayotganim uchun shunaqa bo'ldi, chunki o'tda уже tracking kamera tracking qilganimiz уже ishdan chiqdi, lekin mana shu plugin orqali qilingan. Qilsa bo'ladi After Effects programmasida, lekin biz men Blenderda qilganim uchun u avtomatik o'zi qilib beradi. Endi yana aytdim, soyani ikkinchi yo'li shunchaki buni duplicate qilib 3D layerni yoqqan holatda bu narsani shunchaki yotqizib qo'yib soy sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Umumiy olib qaraganda xuddi shulardan iborat. Yana bitta narsa, mana burada shadow bu turgan bo'lsa, ustida odam ustida turibdi. Odamni Ctrl-D qilamizda, eng tepasiga olib qo'yib, mana odamni o'zini kesib olamiz. Mana 3D kerak emas. Odamni o'zini kesib olamiz. Ko'radigan bo'lsak, odam o'zini belgilab beradi. Xuddi shu odam o'zini sizlar kesib olishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan sizlarda уже umuman xatolar bo'lmaydi. Ya'ni bu soy tushib turganda odam orqasida paydo bo'lib qoladi. Chunki odam o'zi eng tepaga olib chiqib qo'yadigan bo'lsak, soy orqada qolib ketib qoladi. Xo'p. Bundagi shadow o'chiramiz va bo'ldi. Demak, bizda umumiy animatsiya shundan iborat. Xo'p, umuman olib qaraganda bu juda ham oson animatsiyalardan biri hisoblanadi. Lekin baribir ham bularni bilmaydiganlar ko'p. Agarda sizlarga xuddi shu narsani Blender orqali qilish qiziq bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Bu juda ham muhim. Blender programmasida ham xuddi shu animatsiyani qilishni o'rgataman. Blenderda ham shunaqa oson bemalol qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa kichkina narsalarni Blenderda qilib, asta-asta tajribalarni oshirib borsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Albatta obuna bo'lishni unutmanglar.